nima kam qoldi hozir? Mayaga Uyg'ur dizayn degan bir so'z kam qoldi, shundaqmi? Tekst qurolini ilib, mayaga chekib kapslokni besib olib turib, knopka taqtisi kapslokni besib deb, Uyg'ur dizayn, Uyg'ur loyihasi degan xatni kirgizdim. Kirgizgandan yoqi bu xatninki xat nusxasini mayadan tanlayman. Muvofiq to'mroq xat nusxasiga. Birini tanlab chekib deb, bundaq serisam bo'ladi. O'zgaryapti-ku? Mush xat nusxasini ishlatdilar. Nuqtani O2 qo'yay. O2 olgandan keyin ma'ni tanlab turib, mush xatning xatva qavatni ma'ni o'zgartirish ramkasi chiqarishni bisab, bundaq cho'rayman. Cho'rildi. Taxminan parallel bo'ldi deb qarag'an vaqtimdagilab maya qo'yib boqaman. Tex o'lchamlik parallel bo'lmabdi, shundaqmi? Taq ekilib buni tangshab, ma'ni bisvesem bo'ldi-ku, yoki ustida qo'shchik vesemmi bo'ldi, ma'ni bisvitay. Basqandan keyin cho'ngaytirish quroli bilan bundaq ekilib cho'ngaytib qarsam, xat o'rilishibdi, biroq aningga o'xshash chiqmadi, ya'ni e'londagidek, ko'nglimdagidek chiqmadi ma xat. Mening maqsadim mush xatda azroq bir unum bo'lish kerakdi. Unda bo'lsa, qavatdan mush xatni tanlab, ma'nosini o'ng knopkasini chekib, unum qo'shma. Qo'shqandimi, ko'langi qo'shma. Ko'lang qo'shsam cho'ng bo'lib ketdi-ku ma ko'langa. Bunimi 2, ma'nim 2 qilib tangshab qo'yman. Ma'ni 1 qilib boqaylik qani. Arliqni 1 qilsam, ma'ni 2 qilib boqay. Jazmlashtirdim. Endi cho'ngaytirish quroli bilan da kichikiltib ko'rib boqaman. Endi bo'ldimi? Uyg'ur dizayn deganimiz chiqdi. Shuning bilan bizningki hozirgi e'lon loyihalarimiz bitgan bo'ldi. Qarasam buningda ishlatgan qavat nurg'un ekan-ku. Xat qavatlarini hisob qilmagandimi 5-6 tal qavat qo'shib saldik. Qani 1, 2, 3, 4, 5 tal qavat bilan ishlab bitkizib tuqmush rasmni. Ya'ni loyihani. Ham buni ekelab saqlaymiz. Saqlayman PSD shaklda emas, to'g'ri bekatga biz JPG rasm shaklida saqlaymiz, shundaqmi? E'lonlarimizni mush JPG rang shaklida saqlasaqmi bo'laverdi. Saqlab bersakmi bo'ladi. Yoki bo'lmasa, rang sifatli chiqsin desak, to'g'ri holatda saqlayim deb saqlab bersakmi bo'laverdi. Buni keyin mushu saqlash darsida tafsil tunishtirma. Mayada faqat yangi bet ichishdiki, mush rang shaklini belgilash, loyiha ishlashdiki qavatlarni belgilashni tushundingmi?